Saida Mirziyoyeva osmonda, o'zbek ayoli yerning ostida. Assalomu alaykum do'stlar, suhbatlarimiz davom etadi. Ijtimoiy tarmoqlar O'zbekistonda haqiqatni aytadigan maydonga aylangan. O'zbekiston televideniyasi maddohlik markazi, Shimoliy Koreya televideniyasi ertalabdan kechgacha Mirziyoyev va Mirziyoyev oilasini maqtaydi. Odamlar o televideniyeden yoki o'zbek matbuotining boshqa organlaridan hech narsani bilmaydi. İnternette ma'lum bo'lyapti, hamma gap haqiqat aynan internetda aytilyapti va internet orqali odamlar o'zining noroziligini bildiryapti. Eng katta masala ayollar masalasi yana kun tartibiga keldi. Mana Furqat tumanida maktab direktori bo'lib ishlagan Gulirona Qosimova bilan sodir bo'lgan holat haqida oldin ham surishtiruv e'lon qilingan. Unda Furqat tumani ichki ishlar xodimlari ayolni kaltaklab, kiyimlarini yirtib, yalang'och holda tasvirga olgani haqida gap boradi. Ayol maktab direktori, o'qituvchi. Bu vahshiylik qilayotgan kim? Mirziyoyev diktaturasining militsiyasi, mirshaplar. Bu nimaga shunday qilinadi? Bu maxsus qilinadi. Bir joyda deylik, bir viloyatda yoki tumanlarda navbat bilan aytiladi, o'sha yerda bir o'lik chiqsin. U fuqaro inson gunohkor, jinoyatkor bo'lishi shart emas. Kim dedi? Militsiya o'ldirish kerak. Nimaga? Butun tumanga gap bo'ladi. Militsiya o'ldirdi. Ya'ni militsiyadan qo'rq. O'sha qo'rquv Sovet davridan bor edi. Hozir ham shunday davom ettirilyapti. Yani qo'rquv va zulm rejimi dedi-ku kecha Nurulloh Muhammad Raufxon domla Anora Sodiqova bilan suhbatda. Mana shu davom ettirilyapti. Yana takrorlayman. Militsiyadagi voqealar maxsus qilinadi diktatura tarafidan. Nimaga? Bir tumanda bir odam o'ldirilsa, butun xalqqa yoyiladi. Militsiya odamni o'ldirdi. Militsiyadan qo'rq degan. Ya'ni qo'rquv yaratish maqsad. Bu maqsadli qilinadi, bilib qilinadi. Diktaturaning bu aybi shu, jinoyati shu, odamlarni qo'rqitish, ezish, zulm qilish, odamlar boshini ko'tara olmasin, o'ylay olmasin. Ya'ni bir tuzum haqida gapirmasin, siyosatga aralashmasin. Mana bu maxsus qilinadi. Bir ayolni shuncha qiladimi, ya'ni bir ayolni shunchalik. Oldin ham necha marta ayollarni, ayniqsa o'qituvchilarni Mirziyoyev o'qituvchilarga unday qilamiz, bunday qilamiz. Lekin hammasi nima? U yoqda maddohlik uchun xo'ja ko'rsinga, bu yoqda amalda o'qituvchi bo'lsa ham ayamaysan. Qanday qilib tashladi Sarasyonda? Xuddi shunday urib vahshiylarcha o'lishiga oz qoldi. Ayol kishi, ayol direktor. Nimaga? O'sha butun Sarasiyon tumaniga yoki butun Surxondaryoga ovoz bo'lish kerak edi. Militsiya urib o'ldirdi, militsiyadan qo'rq. Mana bu diktaturani qilayotgan odamlarni qo'rqitish uchun. Ayolmi, bolami, nechta bolaning o'ligi chiqdi militsiyaxonada. Mayli, endi buni Gulirona Qosimovani sudi bo'lish kerak. Sudda endi oldin kim bo'ladi sudya? O'sha nima Furqat tumanining ichki ishlar militsiyalari, o'sha vahshiylar yani. Uni urib yalang'och qilib videoga vahshiylar. O'shalarni sudini yopib o'tkazamiz deb bu ayolga yana zulm qilib, uni suddan chiqarib, go'yo u o'zini haqqini himoya qilayotgan ayol emas, jinoyatni u qilgan ayoldek, sud ham unga shunday qilyapti. Bir tarafda militsiya, bir tarafda sud. Ularni xo'jayini kim? Mirziyoyev diktaturasi. Mirziyoyevlarga nima bo'lyapti? Saida Mirziyoyeva osmonda uchyapti. Xuddi Gulnora Karimova bir paytda uchgani gap. Bu Saida Mirziyoyeva ham bir ayol, bu o'sha Gulirona Qosimova ham bir ayol yani. O'zbekning ayollari. Nimaga u osmonda uchadi-yu? Bu yerning tagiga kiritiladi. Bu tuzumning ma'nosi shu. Diktatura deyaveramiz-ku. Shuning ma'nosi shu. Buni boshqa shaklda shunday ifodalash mumkin. Ya'ni qolib to'rtburchak bo'lishi kerak, chiroyli, mustahkam. Shunda chiroyli, yaxshi g'ishtlar chiqadi.
Lekin qolip qiyshiq bo'lsa, g'ishtda aybi yo'q. Qolip qiyshiq chunki. U g'ishtni olib boshingizga urganingiz bilan boshingiz zarar ko'radi, u qiyshiq g'isht zarar ko'radi. Lekin asos sabab nima? Qolipda, qolipni qiyshiqligi. Siyosiy rejim, diktatura shu qolipdir. Bunda ishlar to'g'ri bo'lmaydi, chunki bu qiyshiq rejimdir. Yani. Biror ish to'g'ri bo'lmaydi. Siyosat qarang, yolg'on. Gapi qarang, yolg'on. Yangi O'zbekistonimiz 3-Renessans va balo battar. Yani. Iqtisodi qarang, yolg'on. Nimaga? Shu rejimning o'zi. Nima qilish kerak deydi odamlar. Juda oddiy ishni qilish kerak. Mana Trampga qarshi Nyu-Yorkda Trump istamagan kishi saylov bo'ldimi musulmon? Saylov bo'lib saylandimi? Saylandi. Trump qancha qarshilik qildi? Shunday bo'lish kerak. Bütün tumanlarda Mirziyoyev istaydimi, yo'qmi? Mirziyoyevning istagiga bog'liq emas. Xalq o'zi saylasin o'shani. Lekin Mirziyoyev nima deyapti? O'zbeklar johil deydi. Bular mahalla oqsoqolini ham saylay olmaydi deydi. O'zi saylashini biladi. Nimaga saylay olmaydi deydi? Chunki xohlamaydi. O'zbek o'ziga mahalla oqsoqoli saylashini Mirziyoyev xohlamaydi. Nima qiladi saylasa? Saylasa Mirziyoyev ketadi hokimiyatdan. Diktaturasi qolmaydi. Qizi Saida ucholmaydi osmonda. Hammani ahmoq qila olmaydi. Chunki xalq uyg'ongan bo'ladi. Mahallalarda saylov bo'lsa Mirziyoyevning taxtiga nima aloqasi bor? Ular mahallada Mirziyoyev saylamaydi-ku. O'ziga rahmat saylaydi. Lekin bo'lmaydi deydi Mirziyoyev. Biror bir erkinlik desangiz bo'lmaydi deydi. Nima bo'lish kerak? Maddohlik bo'lish kerak, ko'tar bo'lish kerak, maqta bo'lish kerak. Xuddi mana shu masalada yana bir ayol yozyapti. Barnogul Sanaqulova degan bir professor ayol bor. Bugun ishlayotgan ayollar o'rtasida o'z ish o'rinlarini yo'qotayotgan, xalq tilida aytganda sakrasheniga tushayotgan, kichkina bo'lsa-da biznesini yopishga majbur bo'layotgan, qo'lida oliy ta'lim diplomi bo'lib turib, ish izlab sarson sargardon bo'layotgan ayollar va qizlarimiz soni ko'payib ketmoqda. Har kuni shaxsiyimga ish topishda yordam bering, maslahat bering deb yozayotgan ayollar soni negadir oxirgi 6 oyda keskin oshib ketdi. Mirziyoyev nima deyapti? Biz ayollarga qarayapmiz, unday qilamiz, bunday qilamiz. Yo'q. O'zbekistondan 2 million ayol tashqariga chiqib ketgan. 2 million. Tashqarida o'zbekning 18 yoshdan 50 yoshgacha bola tug'adigan 2 million ayoli sarson. Bizning bu oltin qadriyatimiz. Shularni qaytarish uchun Mirziyoyev davlat bir rejasini e'lon qildimi? Davlat milliy dastur, davlat dasturi e'lon qilish. U ayollar qaytish kerak. Erkak mayli endi nima qilib mardga bo'lsa ham kuni shu yerda o'tyaptilar. Lekin ayollar unda yura olmaydi, izg'ib. Bu ayollar yerning ostiga kirdi. Saida Mirziyoyeva osmonda uchib yuribdi. Bu faqatgina soxtakorlik bilan, faqatgina maddohlik bilan, faqatgina Mirziyoyev ketadigan bo'lsa, ketadi hamma, men ham ketaman. Qizi Saida bo'lsin. Bunaqasiga davlat bo'lmaydimi? Bunaqasiga hech qanaqa jamiyat ham bo'lmaydi. Bunaqasiga o'zbeklar hech qachon taraqqiyot qilmaydi. Nima bo'ldi? Yana aytadi, nima qilish kerak? Taklifingizmi? Taklifim Nyu-Yorkda hokim qanday saylangan bo'lsa, Trump istamasa ham shunday saylanish kerak, erkin. Taklifim Amerikada 7 million inson Trumpga qarshi norozilik namoyish qildimi? O'zbekistonda ham 1 million inson Mirziyoyevlarga qarshi norozilik namoyishi qilish kerak. U birdan bo'lmaydi-ki, ertaga qilsin deyotganim yo'q. Asta sekinlik o'rgatish kerak xalqni shunga. Ozroq erkinlik berib, tushuntirib, muxolifatga ruxsat berib, asta sekinlik bilan ana 1 yildan keyin xalqqa tushuntira mahallada saylovlar bunday bo'ladi deb keyin saylov o'tkazish kerak. Lekin O'zbekistonda nima? Qolip noto'g'ri, rejim noto'g'ri, Mirziyoyevning siyosati noto'g'ri. Bunaqasiga hech narsa bo'lmaydi. Erkaklar ham yer osti bo'laveradi, ayollar ham, bolalar ham hech qanaqa taraqqiyot bo'lmaydi. Saida Mirziyoyeva uchadi, bo'ldi. Shu eski tomosha, eski hammom, eski tos suhbatlarimiz davom etadi.